Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz obunachilari, baliq boqmoqchi bo'lganlar, ilon baliq boqmoqchi bo'lganlar. Ko'ringlar mana shu videoni. Sizlar uchun atina ustidan olyapman. Urush qurbonsiz bo'lmaydi degandek, bitta balig'imiz nobud bo'libdi do'stlar. Erkak baliq ekan, kattagina qaranglar. Siz kasallik keluvdi, davolaytirdim. Baribir imkoni bo'lmadi, iloji bo'lmadi. Qanday davolayapsizlar dekaniga. Mana bu yerda mana margan sopkali suv, kichkina basseyn, bolalar basseyn. Shunga solib yarim soat solib qo'ytirdim. Baribir iloji bo'lmadi, bir 4 ta 5 tasi bor edi. Qolganlari yaxshi. Hovuzimiz kichkinalik qildi shekilli. Hozir nasos bilan suvini tortaytirdim. Suvi to'chib qoldi. Bugun soat 5 dan soat 9 dan tongi soat 9 dan kechki soat 5 gacha svet bo'lmaydi ekan endi kelar. To'xtatib turibmiz endi. Buni chiqarib mana bu yoqqa katta hovuz qilganmiz. Bunga bolalasa bolalarini olaman deb turdim. Shuni plan qilib, shuni reja qilib turdim. Ikkita daraxt dorasi endi 4 metr, uzunligi shu 35 metr atrofida katta hovuz qildim. Bolasini bunga olaman degan reja bor edi endi. O'zimcha shuni plan qilib, yangi boshlayotganda bir nimalar plan qiladi-yu hamma. Xuddi o'shanday o'zimcha rejalar qildim. Endi katta olamiz, bunga kattaga olamiz hammasini. Bolali degan bo'lsa, buni ham bir yo'l boshlar, Xudoyimning o'zi. Qani, guruhdoshlar, o'zlaringiz sizlar nimalarni aytinglar, takliflaringlar. Guruhni kanalimiz a'zolari. O'shanga qarab bir yechim qilamiz. Bolalaganda enasini ajratish uchun nimadir takliflar bo'lsa, menda boshqa hovuz qilishga, boshqa bir sharoit yo'q, imkon yo'q. Shuning uchun nimadir o'ylab toparmiz yoki ko'ramizda. Mana shu margan sofkali suv. Mashg'ulotga kelguncha solasiz, agar kimdadir shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Yarim soat 20 minutga dezinfeksiya qilib qo'yislarda shu. Bu hovuzda ham endi ko'rinadimi ekan? O, sekin chiqyapti. Tubiga kirib ketgan hammasi suv pasayganiga. O'rtasi chuqurda bu yerda. O'rtasidan shu 1,5 ga 1,5 metr joyi 2 metr chuqurlikda. Mana shu yozda issig'ida, qishda sovug'ida kirib ketadi o'sha yerga deb. Shunaqa qilmaslar. Shunday maslahat olib qilganmiz. Hamma yo'g'i yaxshi edi endi. Kasallik nima sababdan keldi endi Xudo biladi uni. Xudoga ayvon. Shu urush qurbonsiz bo'lmaydi degandek. O, ana ko'rinyapti maga kelar. Kirib ketib qoldi. Yana suv tagiga kirib ketib qoldi. Akalar, ukalar, kanaldan uzoqlashmanglar. Obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yinglar. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, birgalikda izlanishdamiz sizlar bilan. Birgalikda o'rganib, issig'ini, mana shunaqangi sovug'ini, Xudo xolasa bir rohatini ham ko'ramiz inshaalloh. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, egalar. Bizga motivatsiya bo'ladi, menga to'g'ri. Keyingi videolar chiqarishga, keyingi videolarni qo'rqmasdan olishga bir turtki bo'ladi. Salomat bo'lasizlar, sog' salomat bo'linglar.
Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deb qolaman.